2025 yilning 31-dekabr kuni soat 20:00 da Mening yurtim telekanalida Iffat serialining 68-qismi namoyish etiladi va bu epizod butun voqealar rivojida muhim burilish nuqtasiga aylanadi. Or, sadoqat va muhabbat sinovlari, bu jumla Kamron va Shirinning bugungi taqdirini to'liq ifodalaydi. Ushbu qismda qahramonlar oldida kutilmagan zarbalar va og'ir sinovlar paydo bo'ladi. Kamron uchun bu yo'l ichki kurash, vijdon va mas'uliyat o'rtasidagi tanlovdir. Shirin esa o'zining sabri va sadoqati bilan voqealarga chuqur ma'no baxsh etadi. Uning har bir qarori muhabbat qanchalik kuchli bo'lishi mumkinligini yana bir bor ko'rsatadi. Serial ijodkorlari insoniy tuyg'ularni juda nozik va ishonarli tarzda ochib beradi. Sahnalardagi sokinlik va musiqaning uyg'unligi tomoshabinni voqealar ichiga tortadi. Iffat bu qism orqali haqiqiy muhabbat faqat baxtli lahzalarda emas, balki mashaqqatli yo'llarda ham sinovdan o'tishini ta'kidlaydi va shu jihati bilan yurakka yaqin bo'lib qoladi.